Bu temir balonimizning razmeri 70 agatga 1:1 tushadigan varianti. E'tibor berishlaringiz mumkin, yangi partiyada rollar gidravlikali motobloklarimiz va 70 agatga moslangan temir g'ildiraylarimiz va undan tashqari yangi partiyada 7 tushli Belarus motobloklarimizni yangi assortimentlarini olib kelib qo'ydik. Hozir bu komplektlarimizni sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlari, narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Bu video albatta siz uchun manfaatli va foydali bo'ladi. Mana shunday dori sepadigan apparatlarni 1 so'm pulsiz tekinga berib o'raman. Faqatgina hoziroq mana shu videoga bitta like tugmasini bosib, kommentariyaga kirib omad so'zini yozib qoldirib qo'ying. Bu videomizni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsangiz, mana shunday dori sepadigan apparatlar va shunga o'xshagan 100 xil sovg'alardan birini qanday qilib tekinga yutib olish shartlarini to'liqroq ma'lumotini tanishtirib o'taman. Bu videoni oxirigacha kuzatib boring. Hozirgi kunda ko'pchilik obunachilarimiz so'rayotgan Rossiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan Belarus motobloklarimizni yangi partiyalarini olib kelib qo'ydik. Sizlar uchun hozir birma-bir bu motobloklarimizni ma'lumotini berishdan boshladik bo'lmasam, e'tibor berishlaringiz mumkin. Birinchida turgan motoblogimiz Belarus motoblogi bo'ladi. Bu motoblogimizning rollarini 180 gradusgacha buriladigan qilib va ballonlarni katta ballonlardan qo'ydirib olib kelganmiz. Bu motobloklarda e'tibor berishlaringiz mumkin. Ballonlari o'ziniki kichikroq ballon va burilishlari qiyin bo'lardi. Shuni hisobiga yoshi katta odamlar ham boshqarishligi uchun rollarni gidravlikali qilib tayyorlab qo'ydik. Bu motoblogimizning qisqacha ma'lumotlari yoqilg'i turi benzinli model hisoblanadi. Soatiga 0,5 litr benzin rasxod qiladigan 170 7 tushli motorlar bilan jihozlangan. Motoblogimizda motor qismi 170 7 tushli bo'lishiga qaramasdan vozdukhlari katta vozduklardan qo'yilgan, karburatorlari yaponskiy karburatorlardan qo'yilgan va switchi provodalarigacha originallaridan qo'ydirib olib kelganmiz. Xo'p, bu motoblogimizda e'tibor berishlaringiz mumkin, korobkasi tomonlama 550 talik katta korobkali varianti bo'ladi. Bu katta korobkali variantlarida основной ichki tomon zapchastlari, shesterni o'qlari, bloklari va undan tashqari orqasidagi vomlari usulinli qilib ishlangan bo'ladi. Shuni hisobiga korobka qismlari 550 talik deb aytilyapti. Xo'p, bu motoblogimizda oldiga 1 va 2 skorstlari bor, orqaga bitta zapni xotlari bor. Bu motoblogimizning hozirgi paytda o'zini komplektlarida frezalari, dokumenti, kulishlari hozirgi paytda mana shunday 550 talik korobkali variantlariga 2 yildan garantiyalarigacha qilib beryapmiz. Bu motoblogimizni hozirgi paytda bizning do'konlarimizda 450, 350, 250 va 150 talik korobkali variantlari sotuvda bor. Bularda bir-biridan farqi основной ichki tomon zapchaslari, shesterni o'qlari, bloklari va orqasidagi vomlari ozgincha sifat tomonlama arzonroq mahsulotlardan foydalanilgan. Shuni hisobiga 150, 350, 450, 550 deb aytilyapti akalar. Kesalaringiz bu motobloklarda xohlagan variantingizdan qaysi birini olishingizdan qat'iy nazar yurgizib ishlatib tayyorlab beramiz. Garantiyalarni kelishilgan holatda motoblokda sifatiga qarab 1 yildan 2 yilgacha garantiya qilib beramiz. Xo'p, xohlaganlar uchun 550 talik katta korobkali variantlarini rollari 180 gradusgacha buriladigan variantlari. Bundan tashqari xohlaganlar uchun 7 tushli mana shunday temir g'ildirak qo'yilgan holati. Ko'pchilik obunachilarimiz so'ragan edi, o'zini balonida emas, mana shunday 70 agatga moslab bergan va temir g'ildiraklarda sifatliroq, baquvvatroq modellaridan qo'yib ko'rsatgan degan akalarimiz uchun 70 agatga moslab qo'yganmiz, orqasiga kultivatsiya qo'yganmiz. 60-70 agatlarga bu ham ligirovka bo'ladi. Bu bitta agat orasini kultivatsiya qilish uchun mo'ljallangan hisoblanadi. Bu motoblogimiz ham Belarus firmasiga tegishli original 550 talik korobkali varianti. Bu motoblogimizda ham xuddi shu bilan bir xil sostoyanida, faqatgina buni zavodskiy holati mana shuni o'zini mana shunday rezinoviy ballonlari bilan komplektda bo'ladi. Qolgan agregatlarda temir g'ildiraklar, kultivatsiyalarda atlemni sotib olishingiz kerak bo'ladi. Bizning do'konlarimizda sotuvda bor.
Bundan tashqari hozirgi paytda bu Belarus motobloklarimizni yangi partiyalarni olib kelib qo'yganmiz. Xohlaganlar uchun mana shuni двойной воздухli original bo'lgan modellari 550 talik korobkali variantlari motoblogimizda bunda ham yoqilg'i turi benzinli bo'ladi. Soatiga 1,5 litr benzin rasxod qiladi. Motoblogimizni bu variantini ko'rsatishdan maqsad balonlari o'zi zavodskiy holatda, mana shu holatda bo'ladi. Endilikda xohlaganlar uchun mana shuni temir g'ildiraklarni 70 agentlarga moslab beramiz. Xohlaganlar uchun rollarni gidravlikali qilib, balonlarni kattaroq balonlardan qo'yib berish imkoniyatlari bor. Hozirgi paytda bu motobloklarimizni o'zini zavodskiy holati mana shunday 550, 450, 350, 250, 150 talik korobkali variantlari sotuvda bor. Eng arzon modellari narxi 3 million 200 ming so'mdan boshlab 3 million 500 ming so'm, 3 million 800 ming, 4 million 200, 4 million 500 va xohlaganlar uchun mana shunday 550 talik korobkali variantlarini o'zini zavodskiy holatida komplektiga frezalari, dokumenti, kulishlari va 2 yildan garantiyalari bilan narxi 4 million 700 ming so'mgacha chiqadi. Agarda siz mana shunday komplektiga agregatlar qo'shtirib olmoqchi bo'lsangiz, bu temir g'ildiraklarimizni hozirgi paytda bu donasini 250 ming so'mdan boshlab 600 ming so'mgacha temir g'ildiraklarimiz sotuvda bor. Agarda sizga 70 agentga moslash kerak bo'lsa va bundan ham kattaroq variantlari kerak bo'lsa, narx-navolari 800 ming so'mgacha chiqadi. Kesalaringiz narxlarni kelishtirib arzonroq qilib beramiz. Orqasidagi kultivasiyalar esa hozirgi paytda narxi atiga 400 ming so'mdan boshlab 1 million 200 ming so'mgacha kultivatsiyalarimiz bor. Bundan tashqari balonlarni mana shunday katta balonli, rollarni mana shunday gidravlikali qilib beradigan bo'lsak, bu balonlarimiz va rollarni gidravlika qilib berish xizmatlarimiz 350 ming so'mdan boshlab 500 ming so'mgacha bo'ladi. Kesalaringiz bularni ham narxini kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Aytib o'tganimdek, motobloklarning o'zini zavodskiy holati mana shu holatda bo'ladi. Komplektga freza, dokument kulishlarini qo'shib beramiz. Kimga qaysi variant kerak bo'ladigan bo'lsa, o'z fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiringlar. Qo'ldan kelgancha maksimalni narxlarni kelishtirib beramiz. Aytib o'tganimdek, plyusga yarasha xohlasangiz arzonroq varianti, xohlasangiz sredniy varianti, xohlasangiz sifat so'ragan akalarimiz uchun eng original bo'lgan modellaridan ham olib kelib qo'yganmiz. Narx-navolar suv tekin narxlarda atiga 3 million 200 ming so'mdan boshlab 4 million 700 ming so'mgacha original bo'lgan Belarus motobloklarimizni bizning do'konlarimizdan sotib olishlaringiz mumkin. Siz uchun 7 tushli arzon motobloklar qiziq bo'ladigan bo'lsa, hozirgi paytda bizning do'konlarimizda atiga 2 million 300 ming so'mdan 7 tushli motobloklarimiz ham sotuvda bor. Bemalol kelib bulardan ham sotib olishlaringiz mumkin. Xo'p, undan tashqari videoni boshida aytib o'tganimdek videoga like bosib, kommentariyaga omad deb yozganingiz uchun mana shunday dori apparatlardan birini tekinga beraman dedim. Kelib xohlagan motoblog'ingizni birini sotib oling va do'konimiz ichida omadli baramarimizda ishtirok eting. Bu omadli baramarimizda ishtirok etish mutlaqo bepul akalar. Faqatgina bizni qo'llab-quvvatlab, like bosib, kommentariyaga omad deb yozgan obunachilarimiz uchun. Kelib bu omadli baramarni aylantirasiz va bu joyda nimaiki sog'i tushidan qat'iy nazar tashqaridagi dori apparatlar, shurpavorlar e'tibor berishlaringiz mumkin. Mana shunday original shurpavorlar, bundan tashqari perforatorlar, kulish naborlar har xil turidan, bu yerdagi sovg'alar qaysi biri tushishidan qat'iy nazar mutlaqo tekinga sizga 1 so'm pulsiz qo'shib beriladi. Keling, motoblogda o'zingizga yoqqanini tanlab oling, arzonini olasizmi, srednisini olasizmi, qimmatrog'ini olasizmi, sifat yaxshisini olasizmi, farqi yo'q. Kelib o'z omadingizni sinab ko'rasiz. Videolarga like bosgan bo'lsangiz. Xo'p, bizning manzillarimiz haqida tanishtirib o'tamiz. Bizning manzillarimiz Farg'ona shahar, Avval qishlog'i, Agroservis do'koni. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoga like bosib, obuna tugmasini bosib qo'yadigan bo'lsangiz, bundan keyingi videolarimiz ham siz uchun ko'rsatib turiladi va bundan keyingi aksiya narxlarida motobloglarni o'tkazib yubormaysiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'ling.